Xonanda Manzuraning turmush o'rtog'i haqidagi barcha sirlar fosh bo'ldi. Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalaridan tubdan farq qiladi. Xonanda Manzura turmushga chiqayotgani haqidagi xabarlar ortidan intervyu berib, eng asosiy gapni ochiq aytdi. Bu PR emas. Uning ta'kidlashicha, atrofda turmushga chiqqan, ajrashgan degan gap-so'zlar ko'paygani uchun muxlislarga haqiqatni o'zi bildirgan. Manzuraning aytishicha, bo'lajak jufti bilan tanishuv Chimkent safarida bo'lgan. U bu insonni bir oy avval umuman tanimagan. Chimkentdagi taniqli san'atkor Adhambek Yo'ldoshev bilan duet rejasi chiqqach, taklif bilan u yerga borgan va shu yerda bo'lajak turmush o'rtog'i bilan uchrashgan. Eng ko'p muhokama qilingan jihat yosh farqi. Manzura ochiq tasdiqladi, bo'lajak kuyov undan 20 yosh kichik. Avvaliga u bunday qarorga kelishi qiyin bo'lganini ham yashirmadi, ammo keyin yigitning fikrlashi va munosabati yoshiga nisbatan ancha yetuk ekanini aytdi. Tanloviga ta'sir qilgan asosiy omillardan biri bo'lajak juftning xolis fikrlashi va ayollarga hurmat bilan muomala qilishi. Manzura uning onasi, opa-singillari va yaqinlariga mehribon munosabatini ko'rib, shu sifatlar qarorda katta o'rin tutganini bildirdi. Shuningdek, u avlod tomondan ham uyg'unlik borligini alohida ta'kidladi. To'ydan keyin Manzura Chimkentga ko'chib ketishini aytdi. Eng muhimi, bo'lajak turmush o'rtog'i uni ijoddan to'xtatmasligini bildirgan. Borligingcha qabul qilaman degan. Manzura kerak bo'lsa keyin ham Toshkentga kelib, syomka va xizmatlarni o'tkazib turishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi Alfons degan gaplarga esa u keskin javob qaytardi. Bo'lajak turmush o'rtog'i oilasini boqa oladigan, ish hunari bor inson ekanini ta'kidladi. Suhbat oxirida Manzura haqiqiy baxt oila ekanini aytib, yaxshi xulqli juft inson uchun eng katta boylik degan fikrni qayd etdi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.